Xorazmda domofonlarning narxi necha so'm, nechik o'yi, nechik domofonlarni qo'ysa bo'ladi. Bugun o'zimizning magazinimizga как будто mijoz sifatida kirib, sizlar so'rab turgan savolni hammasini javob olamiz. Birgalikda ketdik. Bizlari eng qiziqli bo'lib turgan domofonlar haqida. Xo'p. Birinchi, domofonlarni nechik turi bor degan savollar bilan murojaat etamiz. Domofonlarni bizda Hilux, Hikvision, Ezviz degan turlari bor. Masalan, men hovli joyda yashayman. Nechik domofon qo'ysam bo'ladi? Hovli joyda yashaysan bo'lsangiz, Hilux bilan Hikvision brendidagi domofonni qo'ysangiz bo'ladi. Narxlari va turlari haqida. Bo'ldi, galing ko'rsatib tushuntiraman. Birinchi ko'radigan modelimiz Hikvision brendidan bo'ladi. Hikvision brendining 606 degan model. Bu modelimiz 10 dyumli monitor bilan, vizivnoy panel bilan jihozlangan bo'ladi. Bunun içinde komplektinde instruksiyasi, hammasi nabor komplekt chiqadi. Bunga qo'shimcha bo'ladi zamok, getadan blok butonlari, hammasi общий $315 bo'ladi bu variantimiz. $315. Ustanovkalari bilan. Ustanovkada olib borib o'rnatib berishimiz bilan $315 bo'ladi bu variant. Variantimiz quyoshga, issiqqa, sovuqqa, yomg'irga chidamli bo'ladi. Plus bunda IQ9 funksiyasi bor. Vizivnoy paneli protivudarniy bo'ladi. Nima degani u? Protivudarniy deganimiz ko'chada birov dosh atsa, kelib domofonimizni urib ko'rajak bo'lsa, bu damirdan jihozlangan bo'ladi. Kamerasi 2 megapiksel bo'ladi. Ugl obzori 90 gradusdan 180 gradusgacha bo'ladi. Distansiyasi 3 metrdan, infrakrasniy nur bilan 3 metrdan sizni polni yuzingizni olib beradi. Kallama zuki bo'ladi. Xohlagan yeringizda o'tirib, telefon orqali eshigingizni ochib ilishingiz mumkin bo'ladi. Maqtab tashladingiz, уже boshqasini so'ramagan bir narsa, yelimchiki boya. Shuni egizaki 604 degan modelimiz bor. Bu modelimizni bu modeldan farqi 7 dyumli monitor bo'ladi. Ha, ekrani sal. Ekrani kichkinaroq bo'ladi, ozgina. Planshetding bo'ladi ekan. Buni plus tarafı, bu modelimizga qaraganda plus tarafı, bunga micro SD qo'yib bo'ladi, fleshka. Bu fleshka qo'yishingizdan maqsad kelgan, uyga kelgan mehmonlarni yoki odamlarni rasmga tushirib olib, miyasida saqlash uchun. Buni zashtasi shunday xuddi shu aytganimdek, bunikining bo'ladi. Bir dana farkı bunda IQ8 bo'ladi. Korpusi bu darajada mustahkam bo'lmaydi. Qolgan hamma narsasi bir xil. Plus tarafı buni karta yo jeton yoki telefon yoki hozir hammada bor NFC kartalı, Humo karta plastik. Shular bilan ochsa bo'ladi. Значит, plastikni tutsam ham girib ketsak bo'ladi. Kartochka, jetondan tashqari. Telefon, yaningizda telefon bo'lsa, telefon orqali girib ketsangiz bo'ladi. Telefon rasmini. Bundan telefon rasmini ko'rsatib qo'yibsiz. Buni masofa orqali boshqarasiz. Kimdiringizga zvonok bossa, hozir iPhone telefonlarda или Samsungning yaxshiroq modellarida NFC moduli bor. NFC modulini bunga kiritib qo'ysangiz, telefonni dezbam ochib bilasiz. Telefon orqali. Telefon orqali. Bunday ma'lumotlarni boshqa yerda aytadi deb o'ylanmayman. Xo'p, значит biza buni kattaroq hovli joy, uni ochiq yer prostansiyalarga qo'ysa bo'ladi. Korpuslar uchun hozir aytdingiz, hozir eng ko'p sharimizda nima? Korpus ko'p. Tozadan toza 7 ta 8 ta korpuslar qurilib turibdi. Ulu domlar hozir dom tem bo'lib dom ko'p bo'lib, talab ham shunning bo'lib turibdi. Ularning hammasida domofon bo'lishi kerak. Ular uchun byudjetli variantimiz 202 degan modelimiz Hikvision brendidan bo'ladi bunga ham. Bu domofon faqat внутренний prostansiya uchun, ichkari uchun. Bu deganim podez, hovli joyning ichini yomg'ir o'tmaydigan joylar uchun bo'ladi. Bunda ochib ilib bilasiz, lekin telefon orqali boshqara olmaysiz. Bu soddagina. Soddagina faqat ochib ilish uchun. Kelgan odamni ko'rish, muloqot etish, ochib ilish uchun. Bunga 2 megapiksel kamera bilan jihozlangan. U ham qo'ysa bo'ladimi? U ham qo'ysa bo'ladi. Mana shu uchastkalar ham qurib ochib bilsam bo'ldi deydiganlar uchun, основной. Korpusni ichine qo'ysam bo'ladi ekanda. Korpusni ichine qo'ysam bo'ladi. Основной korpuslari bor. Domlari yo 9 etajdagi hammalari qo'yiladi, ichki bo'ladi bu narsa. Shu domofon xohlagan domofoningizni qo'ysangiz bo'ladi. Просто monitor qo'shiladi, дополнительный monitor qo'shiladi. Bir dona bir vizitniy panel pastda turadi, monitorlar ham bir xona qo'yiladi. Отдельный vizitniy panelimiz bor. Отдельный. Bu zapchastlar ham bizda hamma zapchastlar bor. Ustasi ham bor, o'tib beradigan tayyor zapchastlar ham bor. Nedan ketsa zapchastlarni olaman deb o'tirmaydi hech kim. To'g'ri o'zlarimizga keladi. Bular endi birinchi setda o'tamiz. Endi Hilux brendi. Bu Hilux brendi 604 ni bahosini aytmay o'tdim hali sizga. 604 ni bahosi ustanovkasi bilan $280 bo'ladi. Bu bunga qaraganda arzonroq. IQ8 bo'lgani uchun. IQ8 bo'lgani uchun, monitori kichkina bo'lgani uchun. Ko'p odamga hozir kattaroq monitor kerak bo'ladi. Buni bahosini aytmadingiz-ku. Bu necha so'm? Buni bahosi $155 bo'ladi. Ustanovkasi, hammaga ichine ketadigan narsalari bilan $155 atib beramiz. Bir dona faqat ochib bilsam bo'ladi degan uy uchun $155 zakoniy bor. Shuni keyingi
Yine hovlu joylar ham sal arzonroq byudjetliroq variant so'rab yurganlar uchun Hilux brendidan bor. Buni monitori 7 dyum bo'ladi. 7 dyum. 7 dyum bo'ladi. Vizyon paneli 2 megapiksel kamera bilan jihozlangan bo'ladi. Buni ham karta, jeton, aytganimdek telefon orqali achsangiz bo'ladi. Ha, Bunda ha, shuni Hilux brendi Tamam. toshuvchi kopiya bo'ladi. Bunda ham IQ8 bo'ladi. Issiq, yomg'ir, qor, suv chidamli bo'ladi. Ha, bunda ulanish tartiblarini emas qo'yibdi ekan. Kitoblari ichida aytganimdek fleshga ham narsasi chiqadi. Internetda ulanadi, ekranda ko'rsatib turadi. Ko'rsangiz ham bo'ladi, vizyon panel, eshikam ham o'z zamok ham ulasa bo'ladi. Programma orqali boshqarsa bo'ladi. Buni bahosi Aha. $180. $180. Ustanovkasi ichine ketadigan zamoki, blok pitonelari bilan qo'shilgan vaqtida. De, men как mijoz sifatida hamma beradigan savol. Bu ikkisi bir xil почти deb tursiz. Bu Hilux brend, bu Hikvision brend. İkisini ham anasi otasi bir xil почти. Nechun bu arzon, bu qimmat? Buni brendi go'zadon brend bo'lgani uchun bahosi bundan qimmat yurgan. Hozir Hikvision bo'lgani uchun. Lekin hamma o'zi bir xil. Bir xil. Monitoridan tortib to vizyon paneligacha bir xil. Hamma o'zi bir xil. Faqat brending bu Hilux, ham Hikvision. Hikvision. Farqi shunda. Tanlash imkoni o'zlaringizda. Keyingi modelimiz hozir aytganimning shu korpuslar uchun, aslında domlar uchun, katta domlar uchun, yanda HD'sini ko'rsatdik, faqat ilib ochish uchun bo'ladigan variantini ko'rsatdik. Shuni telefon orqali boshqaradigan variant. Ammo telefonda boshqarib bo'lmasa-da, telefonda boshqaradigan arzon, faqat ochib bilish. Arzon, faqat ochib bilsam bo'ladi. Ekrandan-chi boshqacharoq buni o'zi ekrani bular hammasini ekran sensor bo'ladi. Bunda ekrani knopkali bo'ladi. Ha, knopkali. Avon. Buni ekrani 4.3 dyum bo'ladi. 4.3 deganiz demak, telefonning bo'ladi ekan. Telefon razmerida bo'ladi. Shuning uchun ham shu korpuslar uchun mo'ljallangan variantimiz o'zi bu. Mana ham karta, jeton orqali ochsa bo'ladi. Karta ham bor bunda. Avon, karta, jeton orqali ochsa ham bo'ladi. Buni asosiy lekin bu korpuslar uchun jihozlangan. Buni aytganimning endi ichan taraflari bo'ladi. Ichan taraflar uchun qo'yiladigan narsa bu. Buni bahosi $185. $185. Buni ham ustanovkasi ichine ketadigan hamma o'zi bilan $185. Ekran görünüşü normal. Vizyon paneli ulug'ina ekan. Vizyon paneli ko'rgan bo'lsangiz metallический bo'ladi. Demirmi? Komplektinde. Bu $185'ning içinde ya zamoki, hozir zamoklarning o'zlari hammasi ichindami? Hamma narsasi ichida. Voy be, yana necha xillarimiz kichkina bom domofonmi? Mini domofon kamera. Ne deyapti u? Mini domofon kamera deyapti. Endi ikki xil vazifani bajaradi. O'zi kamera bo'lib ham ishlaydi. Aha. Kelgan odamni siz bu tarafda o'zini ekran orqali ko'rsangiz ham bo'ladi. Ekran orqali glazok deyin. Glazok deyin. Glazok korpuslarida glazokni o'rnida qiladi. Ha, glazokni o'rnida qiladi. Glazokni o'rnida qiladi. Uni ustanovka ham shart emas. Hamma o'zi o'yinda raqib biladi. Oddiy bo'ladi. Glazok yechib olib, glazokni o'rnida qiladi. Glazok domofon ekanda. Glazok domofon 2 megapiksel kamera, ugl obzori 70 gradus bo'ladi. Bunda qo'shimcha kelgan odamni yozib olib turadi. Harakat bo'lsa podyezdda sizni uyingizda kelgan bo'lammi, kelmagan bo'lammi, harakat bo'lsa zapis ham etib turadi. Ha, kimdir galtnatsa, zvonokni bossa, sizlar hammasida telefon orqali уведомление keladi. Ha, сообщение. Bir ish modelimizdan boshqa qolgan hamma modelda sizga уведомление keladi uyingizga. Bundan keladi. Ya'ni hech kim bilmay bo'lmasa ochib ila olmaysiz. Ha, zamok emas. Zamok emas. Podyezdda domda yashaydiganlar yaxshi ekan. Ko'rasiz, kim kelganini ko'rasiz, xolos shunda javob berasiz kelgan odamga. Bo'lmasa ko'rib, o'zingiz video orqali kimlar kelganini ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Hamma qiziqli joyi puli. Eng qiziqli joyi puli $90. Ustasiz o'zi qo'yadi, $90. Xalagan odam glazokni yechadidan, bu yoqda ekranni, bu yoqda glazok qo'yadi. Fleshkasi 64lik fleshkasi bilan $90 bo'ladi. Setem bormi? Ha. Mikrofon ham bormi ishda? Mikrofon ham bor, eshitib ham bilasiz. So'zlashib ham bilaman? So'zlashib ham bilasiz. Zamokimiz bor. Zamok qiziq bo'lib turgan narsa zamok. Bu hit bo'lib turganlar bu eshikdagi zamok. Buni o'tgan safar YouTube'da ham ko'rsatganman. Buni funksiyalari dim ko'p, 7 xil usulda ochsa bo'ladi bu. Yana bir takrorlab o'tali. Eshitmaganlar обязательно bilaman. Kod orqali ochsa bo'ladi. Kod terib ochsa bo'ladi. Karta orqali ochsa bo'ladi. Отпечатка orqali ochsa bo'ladi. Barmoqingiz. Telefon orqali ochsa bo'ladi. Masofadan turib telefon orqali ochsa bo'ladi. Kimdir o'ya kelsa. Plus уведомление keladi. O'ya kelganda
Kelgan odamlarni buni miyasına kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pechatkasi orqali kim kelib, ichida ketdi, ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu yerda yana o'zi narsam bor ekan-ku, qo'yilib turgan. Ha, men barmoq izim yo'qdan beri. Siz barmoq izi bo'lgandan kechmaydi. Nomer terdiydi bu. Kodni terlab turibdi. Kodni terdiydi. Kod qo'yilib turibdi. Aktivatsiya bo'lmagan narsa kod qo'yilib turibdi. Bu orqa taraf ko'rinishi. Bu ichandan o'y tarafdan ko'rinadi. O'y tarafdagi. Ha, bunda hech nima bo'lmaydi. Bu faqat ilib otish uchun o'xshaydi. Faqat zamok, blok qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ilib qo'yadimi bu? Bu zamok domofon ekanda. Zamok domofon vazifasini ham bajaradi, faqat ko'rilmaysiz kim kelganda bilasiz. Eshigingiz ochildi, ilindi yoki zamokga deyildi, sizga udumliyana kelib telefon. O'zi barmoq izi girzilganlar dataladi-ku, to'g'rimi? Girzadi. Aslında barmoq izi kirganlar keladi. Yoki kartochka. Kartochka. Men nomerni biladi Allah. Nomerni hamma ham aytavermisizlar. Kartochkaga barmoq izi tutib qo'yaverasizlar. Yana nechta domofonlarimiz bor. Biz faqat domofon haqida so'ramoqqa keldik. Chunki domofon haqida menga ko'p ma'lumotlar menimcha YouTube'da yo'q. Gapim to'g'ri bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Domofon hakkında ko'p ma'lumot yo'q. Domofon hozir aytganimni, takrorlaganimni, domofonni zapchaslar ham bor bizda. Отдельный визитной panellari bor. Bunikini o'xshaydi ikkitadan. IQ9 degan IQ9 demir varianti. Buniki o'xshaydi ekan. Buniki bilan bu bilan bir xil ikkisi. Bu ham domofonmi yo? Bu domofonni qo'shimcha monitori. Xolasangiz bir o'ya masalan katta o'ylarda eshikdan girga yara qo'yiladi. Ayollarimiz o'tiradigan oshxonaga qo'yiladi. Ha, как раз bir donishimda bir dona eshigi bor ekan. Bog' tarafda oddiy joyi bor ekan. Uyning ichida masalan ko'pincha kuxnyada yurayman yoki bog' tarafda yurayman dedi. Men zvonok kelganda bog' tarafda eshitdim dedi. Shu eshitmaganlar uchun, katta uylar uchun o'zida oddiy monitor, uni giraversa qo'yilsa, ikkinchi monitor odam o'tiradigan, ko'p o'tiradigan bo'ladigan joy oshxonaga qo'yib beramiz. Orqa tarafidan qo'yishim mumkin demak. Yana bir qo'shimcha 3-chi monitor qo'shsam bo'ladi. Ha, monitor ko'paytiraveradi. Monitor ko'paytiraveradi bemalol. Monitorning ham har xil varianti bor. Bu 10 dyumlik monitorimiz. Buni 7 dyumlik ham bor. 5.5, 4.3 dyumlik ham bor. Ha, xalagan razmerida o'zi. Xalagan razmerida o'zina nechki udobniy bo'lsa shu. Demak, monitor ko'p qo'shsa bo'laveradi mana. Endi bu vajdan ham qo'shsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bog' tarafda ham eshigim bor, yana bir eshik bo'lganlar, darvozali eshik bo'lganlar uchun yana bir vizitnoy panel qo'shsa bo'ladi. Bir dona ekran qo'yib, imondan ham ko'paytirsa bo'ladi bemalol. Ketaveradi ekan, qo'shilib shunda. Bo'ldi, menimcha domofonlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Menimcha bularni parametrlari, ma'lumotlari, pullari haqida sizlarga qiziqli bo'lgan bo'lsa kerak. Endi yana Novo haqida, qaysi kameralar haqida, shlagbaum turniketlar haqidami, Novolar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta, yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda nomerlarini yozib qoldiramiz menejerlarimizni. Bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Bizlarga podpiska bosish, like bosish yoddan chiqmasin.